Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, Qur'onda bir sura bor, o'zi 30 oyatgina. Lekin u o'z egasi bilan, o'z egasining tarafini olib shundoq tortishadiki, jannatga olib kirmaguncha qo'ymaydi. U Taborak surasidir dedilar. Taborak surasi shafaat qilar ekan, Qur'on suralari shafaat qilishi bor. Taborak shu oxirga oxir jannatga olib kirguncha shafaatda turib olar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, Qur'onda bir sura bor, o'zi 30 oyatgina. Lekin u o'z egasi bilan, o'z egasining tarafini olib shundoq tortishadiki, jannatga olib kirmaguncha qo'ymaydi. U Taborak surasidir dedilar. Taborak surasi shafaat qilar ekan, Qur'on suralari shafaat qilishi bor. Taborak shu oxirga oxir jannatga olib kirguncha shafaatda turib olar ekan.